Aka qisir sigirmi? Ketdik. Assalomu alaykum Sahrodagi Bo'ron YouTube kanali kuzatuvchilari, ona bola sigir ishqibozlari, chorva ishqibozlari, chorvalaringizga baraka bersin. Xullas 22-mart 2025-yil haftaning shanba kuni Navoiy Karmana mol bozoridan ona bola sigir, qisir sigirlardan xudo xolasa boshladik. Gaz bosib do'stlaringizga yuborib podpiskalashib qo'ying. Kanalimizda eng yangi sifatli videolar bizlardan chiqadi doim ham. Tanishing, baholarni ko'ring, maroq bilan tomosha qiling. Aka nech pul ekan bu? 18 dedingiz. Bozor so'radimi? So'ramayaptimi? Ishqibozi yo'qmi ekan bozorda? Bu qisir sigir ha? Fermani moli. Nechta bir 4-5 ta tuqqanmi? Bundan ko'p ham bo'lishi mumkin. Kuragi nechta bo'lgan bo'lsa? Bo'lgan, xullas. Yaxshi. Mana. Qorindor variant, qorni yerga cho'kkan. Yaxshi, bu yerda qisir sigirlar ko'p ekan. Qisir sigirlar ko'p ekan. Sigir kimdan akalar? Egasi yo'q. Egasi yo'q. Yakkami? Yakka suti bor 8 ta. Yo'q, tasha. 8 litr suti bor. Yakka. 8 ta suti bor. Shir haftalidirga, nima? 13 deymiz, 11,5 so'rayapmiz. 13 million aytyapsiz, bozor 11,5 qilyapti. Shoxi ham, lekin shoxdor varianti. Yosh mol 4 tuqqan. 4 ta tuqqan. Tishi baland. Tishi nechta? 8 tami? 4 tish. 4 tish bo'ldi. Yaxshi. Qochmagan qisir. Yo'q, qochmagan. Yaxshi, yomon emas. Bo'ladi. O'rtacha variantda endi. Baribir osonroq variant. Aka yakkami, savol aka? Ayting nomer. Nomer ayting. 97lik. 97lik 368 0044. Yaxshi. Qancha bu? 9 million so'm aytilishi. Bu safar akalar endi qisir sigirlardan boshlab yubordik. Bozor nech bu qildi? 8 so'rayapti. Nechta? 6 ta tuqqanmi bir? Tuqqan. Shoxiga qaraganda 1 2 3 4 5 6 ta almashgan ekan. Shundayda bir 7-8 yoshlar bor ha. 7-8 yoshlar bor. 6 sut beradi. 6 ta sut beradi hali ham. Yaxshi. Ketdik. Bugun chiqarsak. Nomeringizni berasizmi? Nomer aytasizmi? Ha. O'zimkimi? O'zingizmi? 93lik. 461 81 27. Shoxi bittasi kesilgan ekan. Ko'ziga qadalib qolaman degan paytda kesib yuborgan, mana ke bo'ldi. Yaxshi. Ketdik. Narki boshdan boshlab kelaydi, sirrozi. Yaxshi mollar bor. Savol ekan. Bu tomonda ham bozorda oxiri sigir bozorga kelaman deguncha bozor sanjablashib qolibdi. Erta tongdan yetib kelgandim. Olingan ho'kizlar. Bozor ancha sanjablashib qolibdi. Mana ona bolani ishqibozlar uchun. Onasidan ham mana bolasi. Aka bolasi nima xunojimi? Ho'kizchami? Bola ho'kizcha.
Onasini nechta tuqqan? Ikkita tuqqan, ikkinchi qorin. 2 tish bo'ldimi? Ya 4 tish bo'ldimi? 4 tish bo'ldi. Sut beradimi aka? Nechta beradi? 12 taga kafolat. 10 taga garantiya. Garantiyasi 10 ta. Qancha so'rayapsizlar? 26 million aytilishi. Orqasini qarang, kosalarni. Aka suti yog'li bo'lsa kerak, suti zo'r. 10 tasiga garantiya. Bozor qancha qildi buni? 26 qilyapti bozorda o'zi. Nomer ham ayting. Nomer telefon 93lik 535 1542 ha? Yaxshi. Mana. Qayerda mol aka? Samarqand Narpay. Yaxshi. Oh, ha jonivor. Sigirni zo'rlari. Paroda mollar qiziqqan insonlar uchun. Ko'ringizlar akalar, просто tak mazza qilingizlar. Bola ho'kizmi? Ho'kiz nechinchi qorin onasi? 4-chi qorin. 8 kurak bo'ldimi? Yo 6 kurak bo'ldimi? 4 kurak bo'ldi. Yaxshi. 1.40 bo'yi. Onasi anchagina bo'ydor. Satilga tushishi nechta sutga kafolat berasiz? 25 ta sutga 10 million puldan qoldirib beraman. 25 litr sut bermasa, agar 10 million pulidan shundoq minusiga berasiz. O'zi qancha so'rayapsiz? Bozor 37 qildi. Bozor 37 million qildi. Yaxshi. Agar 37 millionga qilyapti, mabodo shunaqa sotib olsangiz, 25 litr sut bermasa, shundoq 27 million so'm puliga olib ketasiz. Buni e'tibor har kim qanday qaraydi hech kim bilmaydi buni. Olib ketadi. Baribir yebishga qaraydi aka. Olib ketadi. Ha? 10 million so'm pulidan saqlab olib ketadi, bermay. Aha. Aytgan sutim bermasa, qilgan xarajatlarim berib o'zim olib kelaman. Yaxshi. Necha litr sut beradi? Nomer ham ayting. Nomer ham ayting. 93lik 929 929 0385. 0385. Qayerda mol aka? Navbahor Arabsaroy. Navbahor Arabsaroyda moli. Kanal o'tirmaydi. Sahrodagi bo'ron. Sahrodagi bo'ron. Ha, biri 30 chiqdimi deyman. Biri 40 chiqdi. Biri 40 chiqdi aka. To'g'ri. Mana aka bir tomosha qilyapman. Mana bularni ham bir tushiring, egalarini ham bir tushiring. Malol chiqar, malol. Ey, malol. Uni chiqarasizmi akani YouTube'ga? Ha. Chiqar. O'zingiz ham chiqaring. Mana. Qorma aka, sog'lik aka. Nech pul aytyapsiz? Yakkami? Yakka. Qancha puli? Suti bor ha? Suti bor, 12 litr. 12 litr suti bor. Yakkasiga ishqibozlarga sutlik variantini ko'pchilik so'rashadi. 1.30 chiqadimi? Ya 1.40 chiqadimi? Bolam bersa kerak, 1.30. Qochyaptimi? Shundan qo'yib qoldi-da. Ha. 1.40 gap bo'lishi mumkin emas. 1.40. Pulichi aka? 50 darasi. Ha? Puli. Pulini 28 aytamiz. 23 ga bermayman, 28 aytyapsiz, 22, 23 ga bermadingiz. Yakka sigir 12 litr suti bor ekan. Aka nomeringizni berasizmi? Biz silqilarlar so'rar. Hay. Charchamang, bozor bersin. Sigirda zo'rlari, ishqibozchilikka boqiladigan variantlari. Yilini katta, yilindor. Katta kosalik variantlari. Ko'ringizlar, menimcha bu mol olingan shekilli. Sizdanmi aka? Sizdanmi? Ya olindi ha? Qanchaga olindi? Sotilyapti? Nech pul sotilyapti? Qancha sotilyapti? 20 million kami bor. Aytilgan bahosi bekor, 18,5 qilyapti bozorda o'zi. Bolasi qaysi? Mana shumi? Mana shu qizcha. Bir haftalik bo'ldimi? 4 kunlik bo'ldi.
Nechta sut beradi aka kafolatli? 10 taga garantiyasi bor. Mana. 3 ta tuqqanmi? 3-chi bolasi, ha? Yaxshi. Mana bu odamga gapirsangiz. Nomer berasizmi? Telefon nomer. Telefon nomer berasizmi? Yaxshi, hay. Baraka bo'lyapti. Bolasi qaysi ekan bu? Sahrodagi bo'ron dediz, Navoiy Karmana mol bozori. Mol bozori. Aytdim qani. Hormangizlar sog'. Aytdim qani. 18 deb qani, hay, 12 bo'lib qo'ymaydi. Ayting 18 deb qani olib ketam bironta. Olmayman ana shuni oldim 18 deb. Aytdim qani. Ochig'ida. Men ham bermayman. Lekin borki aytdim. Bora o'yin to'xtamadi, bora Necha pul so'rayapti ekan? 17 million. 17 million. O'zlaringiz ham olsa maylimi? Bemalol mana. 17 millionga bermayapsiz. chiqmagan, YouTube'ga chiqmagan. Boshqa joyga chiqib Ruxsatini oldik aka. sigirni olmaydi, bizani olmaydi. Mana. Nechta suti bor ekan? 20 ta. Bolasi qaysi buni? Bola yo'q, ichiga bo'ladi. Ichigami? Yana yakka. Sigirni o'cha anchagina. Yexti. 140. 142. 140 ekan Toshkent. Abrorga salom aytinglar ham. Arabsaroylik Abrorga. Arabsaroylik Abror akamizga salom. Akamiz salom aytyapman. Klass bosib qo'yapti. Oldik aka. Ye ana. Tachka ayla urilganki. Tashkaga ozroq xasta bo'libdi-da. Yaxshi, sifatli mollar bor akalar. Bugun aka kechgacha. Xorma akajon. Sifatli mollar kelibdi-ku mana. Nechta sutiga garantiya bor? 10 litr. Katta kosalik variantlarga qiziqqan insonlar uchun. Bolasi ho'kizmi? Urg'och. Urg'ochi, g'unojincha. 3-chi qorin bor, ha? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi. Qancha qildi bozor aka? 16 million. 16 million so'rayapti. Hozirroq kami bo'libdi-da. Kelishsak shunaqa berasizmi? Farqi yo'q. Telefon nomer ayting. 33lik. 33lik 227. 227 4505. 4505. Yaxshi. Charchama aka. Shef, nech pul so'rayapsiz buni? Qancha so'rayapsiz? 23 aytilish. Bolasi ho'kizchami, g'unojimi? Bolasi g'unojin. Mana aka, mana aka. Isming nima? Doniyor. Bozor qancha qildi aka? 18,5 ha? So'ralayotgan joyi 18,5. Yillarga e'tibor qilasiz. Bo'yi 1,20. Endi tavakkal bilan ekan. Mana. Aka nechta sut beradi? 8 litr sut beradi. Yaxshi. Alhamdulillah, ming bor uzr. Ketdik. Mana sigirmisan sigir. Hormangizlar, assalomu alaykum. Nech puldan bo'lyapti ekan? Pula? 10 litr suti bor. Bola g'unojinmi? Bola g'unojin, 3-chi bolasi. Yelinlarga e'tibor berasiz. 15 million savdosi bo'lyapti. 15 million. Hozirroq kami bor, ha? 15 milliondan o'tib berasizmi biron nima?
16 bo'lsa beraman. 16 bo'lsa berasiz. Mana yilinlarni qarang. O'nta sutiga garantiya. To'rkurak bo'ldimi? To'rkurak bo'ldimi? Ha. To'rkurak bo'ldi. Telefon nomerini bering. 99lik 356 356 0943. 0943. Yaxshi. Xo'p. Buni bolasi qaysi? Mana shu. Mana shu. Urg'ochimi? Ha. Urg'ochi. Nechinchi tutqichi? Uchinchi bo'ladi. Uchinchi bolasi. O'nta suti. Bu ham 10 litr sutiga kafolat. 8 ta bersa-chi? Yo'q, o'nta. Bermaydimi? 100%. 10 ta. Ertan oqshom bozordan tashqari. Ishlamasa bu nomerni oling. 500. Ayting. 90nechilik? 90lik 500 1259. Mana shu sigirga O'nta suti. gaplashaveramiz. Bozor nechta qildi aka buni? Mana bu jo'g'ani. Bozor. Konkret. Semental. So'ragani qancha bozorda? 16,5 gacha savdo bo'ldi. 18 bo'lsa beriladi ya mana. Xo'p, ketdik. Keyingisi. Onasidan ham bolasi zo'r ekan buni. Sifat. Onojimmi? Hozir aka bir daqiqa. Qancha so'rayapti bozor? 17,5 so'rayapti, ha? Nechinchi tutqichi bola? 3-chi bolasi. 5 litr suti bormi? 7-8 litrga garantiya bor ekan. Yaxshi. Telefon nomeri bormi? Yo'q, ha? Yaxshi. Ketdik. Bolasi urg'ochi. Nechinchi qoringa? Birinchi qoringa tuqqan variant. Onasi qop-qora, ko'zlari yon turibdi molchani. Qarang. Nechta sut beradi? 6 litr boladan tashqari. So'rayaptimi bozor? Nech pul qilyapti? 17,5 gacha so'rayapti. Ko'ring akalar, tanishing bemalol. Mollar yaxshi, sifatli mollar kelgan. Mana aka. Telefon nomeri bormi? Bor. 90lik. 90lik 712 712 22 20 22 21. Nima deb chiqadi bu? Sahrodagi bo'ron kanalida. Ona bolani yangi tuqqanlari. Aka, bozor qancha qilyapti buni? Metr. Bir yigirma. Sahrodagi bo'ron. Bu. Yaxshi akalar, ko'ringizlar, bahosini tanishing. Akajon, bolasi nima ekan buni? Bokscha. 3-chi qorin bormi? Birinchi qorinmi? Seriozmisiz aka? Satilga tushishi kafolat nechta sut beradi? 4 litr, 5 litr bor. Yaxshi. 2 tish bo'ldimi? 4 tish bo'ldi, ha? Bo'ldi aka mana. Sizda ham bormi? Hay, charchamang, joningiz sog' bo'lsin aka. Aka, bozor realni qancha qildi buni? 15 so'rayapti, ha? Telefon nomeri berasiz, ha? 17 deyapman. 17 aytyapsiz. Nomerini ayting. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 313 1379. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib bosib boradigan joyi. Yaxshi. Ketdik. Chu. Aka, xormang, assalomu alaykum. Bolasi onojimmi? Nechinchi qoringa? 5 ta suti bor aka. 5 litr suti bor, birinchi qoringa. Kosalarni oling, kosalarni ko'ring. Birinchi qoringa 5 litr suti bor. 14 qilyaptimi bozor? 14 so'rayapti. Qancha kami bor aka? 14,5 bo'lsa beramiz. 14,5 bo'lsa berasiz. Birinchi qorin. Birinchi qoringa tuqqanman aka. Yaxshi, orqalarini ham bitta ko'rsak. Tashqiga qisildi-da.
Mana. Bunisi qancha? Kalgov. 25 million aytilishi Kalgov paroda. Yelimni qarang, yelimni. Ha, joningdan 10 litr suti bor ekan. Bolasi ho'kizmi? Yo'q, buni ochib. G'unojin ha? Ha, bolasi g'unojin mana. Bolasini jinsi g'unojin. Onasini bo'yi. Aka, realni qancha qildi bozor savdosi? 22,5 gacha qildi. Sekin-sekin bo'ldi. Kel bu yoqqa, bosib qo'yma. Biri 30 chiqmaydi, biri 25 ta chiqadi aniq. 125 ta bor ekanda. Nomer ayting aka. 94lik, 94lik 280, 280 65, 67. 65-67. Yaxshi aka, charchamang, savdosini bersin. O'lchay. Biri 15 mi? 10dan ziyod ekanda. 15 ekan. Biri 15. Sotildimi aka? Sotildimi? Qaytyapti. Qaytardingizlar. Buxoro ketdi, qaytdi. Boqma. Nechta bo'libdi aka, boqma. 16 million aytilishi, g'unojincha tayyor akalar, go'shtga to'lgan varianti. Qop-qora go'shtga to'lgan. Orqalari bilan ko'rsatay. G'unojinchani ko'ring. 14 so'radimi? 14 million 200 gacha so'radi. 1,5 yashar bormi? Bo'p chiqib qoladi. Yaxshi. Olinadi faqatgina. Yelinlar ham qilib qo'ygan ekan o'zi, kosalari yaxshi. Endi bu so'yilishiga, ha? So'yiladigan variantda. Yo'q, Bo'g'ozmi? Ha. Bozor qancha qildi? 14,200 qildi dedi-da. Yaxshi. 6 oylikda o'tdi. Telefon nomer bering. 93lik 313 8872. Molni eti yaxshi ekan. Men boqma deb o'ylabman. Qaraysiz, buni etini yaxshi boqilgan ekan, ko'z tegmasin. Yaxshi, mollar yomon emas. Charchamang, brat. Bu qancha ekan aka? 13 million aytilishi. Bu ham bo'g'ozmi? 7 oylik. Aniq tekshirtirilgan, ha? Qochgani aniq, 100% garantiyasi bilan. Xo'p. Tug'ishga yaqin qolgan, lekin salgina kichikroq varianti. Bo'yini shu birinchi tug'ish 1.10 atrofi chiqib qoladi mol. Savdosi qanchaga bordi? 11,5. 11,5 gacha savdo qilishdi bozor. Qo'shsa sotib olasiz, bo'lsa bo'lsin. Ketsa boydan ketsin deb, ha? Ayting nomer aka. 88lik 284 1787. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib bosib oladigan joyi. Qurbonjon akamiz bilan gaplashamiz. Ketdik, ona bola. Nechinchi qorin aka bu? Birinchi qorin, ikkinchisiga bo'g'oz ham kamiga. 6 oylik bo'g'oz. Tekshirtirilgan, aniq, toshni. Qo'liga ham tegadi, o'rganda. G'unojinmi, ho'kizmi? G'unojincha. Qancha so'rayapsiz? 17 so'ralyapti. Bozor 15 million so'm aytilishi. Bolasi sutdan chiqyapti o'zi. Yaxshi, nomer ham ayting, Sahrodagi bo'ron kanaliga. Nomer yo'qmi aka? Yaxshi. Telefon nomerlari borlar bilan gaplashdik. Ulgursam bugun qo'yaman aka hammasini. Sahrodagi bo'ron. Kanaldan yiroqlashmang. Klass bosib, podpiska qilib, qo'llab-quvvatlayotgan yurtdoshlarim, vatandoshlarimga kattakon rahmat. Ro'za Ramazon oyida hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Kanaldan yiroqlashmaysizlar.
eng yangi sifatli videolar doim ham bizda chiqadi. O'tkazib yubormay, mazza qilib tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Graf bosganlarga Alloh xudo.